Vijdonam ishton bo'lib ketibdi lekin bor. Men unaqa deyapman, bilasizlarmi? Qalbi jarohatlaydigan rezinka yana qo'yib qo'yishdi, mana qaranglar. Tepasidan rezinka qo'yilgan. Oldi. Chashgan ahvolni qaranglar. Shishib portilib ketgan. Har doim aytamiz, mana shu narsani qo'ydirmaylar. Mashinanglar o'tin bo'lishiga mana shu sababchi bo'ladi. Undan ko'ra ozgina pul yig'ib turib, JM chashi qo'ysanglar, shu bilan qutulasizlar. Rulinglar ham yumshoq bo'ladi, hadoyinglar ham cho'tki bo'ladi. Ko'ptoq bo'ladi mashinanglar. Mana bu Spark mashina. Spark bilan Cobalt'da bir xil chashga turadi. Bu narsani qo'yish kerak emasligini ancha ustalar ham, ancha klientlar o'zi ham tushunib qoldi uje. Xursandmiz biz bu narsadan. Mana shu narsani biz takrorlashdan to'xtamaymiz. Maza qilib haydashga haqqinglar bor sizlarning. Bu videoni maksimal Spark Cobalt yuradigan tanish bilishiga jo'natsanglar, sizlar ham qo'ydirmaylar, esinglardan chiqmas. Farqini ko'ryapsizlarmi, farqini? Mana qaranglar. Bu polni o'tirib qolib bo'lgan, tamom bo'lgan. Mana ko'ryapsizlarmi farqini? Udar bo'lganda o'ziga qabul qilib oladigan joy mana bu zazur ochuv bo'lishi kerak, ko'ryapsizlar? Ha, bunda yopilib qolgan polni. Yopilib qolganning hisobiga rul ham og'ir bo'ladi. Mana bunda yumshoq bo'ladi. Bunda shunaqa darajada qattiq bo'lgan, ko'ryapsizlar, qattiqligini. Hamma narsani qo'ymaylar. Bu ne stoyt. Birinchidan asabiylarni buzadi, ikkinchidan yaxshi emas. Buni joyi faqat musorda.